Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Zo'r. Aka, ovqatlaringiz tayyor bo'ldimi? Hamma narsa tayyor bo'lib qoldi, inshaalloh. Ha, tandir chiqdimi yo'qmi aka? Tayyor, tayyor chiqqan. Qancha kerak edi? Ko'p kelgandagi nolma-nol qo'yib berasiz ovqatlaringizni. Shunga men ham bir qiziqdim-da, shunday mahoratingiz qayerdan bor? Kerak-da. Menga aka yarim kilo demayman, 1 kilo demayman. 1 kilo 300 tandir qo'yib bering aka. 1 kilo 300. Ha. Mana shu 1 kilo 300 lar chiqib qoladi. Nazarimizda shuni qo'yib ko'ryapman, 1 kilo 300. Voy. 8 gram qarang. Voy. Qo'yil aka mana. Mana. 1 kilo 300. Bo'ladi, maydalab to'g'ri berish kerak. Aha, maydalab to'g'ri va mazin chotki qilib bering akajon. Gel. O'sha oshlarni ham suzib qo'yibsiz-ku. Ha, oshlarim tayyor bo'lib qolgan, jizlarim ham. Voy, mana qarama. Voy. Ezilishini qarama. Voy. Ezilib ketadi, jizlab qo'y go'shtlarni yumshoq. Kelasizlar.